Va bugun bomba tema, restoran temasi. Buni bugun chaynab tashlaymiz. Kim restorani bo'lsa, ochmoqchi bo'layotgan bo'lsa, tanish bilishinglar bo'lsa, restoran temasiga taalluqli srochni yuboringlar. Realniy kerakli narsalarni bugun ko'rsatib beramiz. Bu 2-3 ta videoda olamiz, sabab tema katta. Hozir ko'rayotganinglar noto'g'ri освещение. Asosan milliy taomlarga kirsanglar shunaqa. Lekin yaxshi restoranlar, bu temani tushunadiganlar bunaqa освещение qilayotgan yo'q. Chet elga chiqqaninglarda ko'rasizlar o'zi, hech qayerda bunaqa освещение yo'q. To'g'ri освещение qanaqa bo'ladi? Men hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. To'g'ri освещение mana shunaqa bo'ladi. Bu yerda уже umuman atmosfera boshqacha, spokойный, odam maza qilib o'tiradi. Ovqatingizni cho'tki ko'rsatib beradi. Zonalaringiz cho'tki, joy-joyida kerakli joylar освещенный, hammasi o'lchangan, hisob-kitob qilingan, simmetriyalar olingan. Keyin odam bu nariyodiy odamni ham holigacha ko'rmaydi bu yerda. Nariga освещениeni qilsanglar, projektor qilib yop-yorug' qilib qo'yadi. Operatsiyonda o'tirganda o'tirasiz. Bir xil ayollar bor, qizlar bor, odam xijolat qiladi. To'g'ri освещение qilish kerak. Barga o'sha pulni ketkazib olasiz. O'sha remont qilyapsiz, atachenta qilyapsiz. Eng kamida o'sha atachentani ham освещение ko'rsatib beradi. To'g'risi agar to'g'risini qilsangiz. Qilinglar, o'sha pulingiz ketadi. Nariga galagen olasiz. Keyingi videoga o'tinglar, обязательно ko'ringlar va tarqatib yuboringlar. Buni biz maslahat o'laroq beryapmiz, bilasizlar. Saris Groupning maslahatlar har doim tekin.